Assalomu alaykum hammaga. Bugun siz bilan birgalikda Instagramdan noldan turib blog boshlab daromadga chiqish haqida gaplashamiz. Ismim Dilobarxon, 4 yillik tajribaga ega, ismim mutaxassisiman. Bugungi videoyimda siz Instagramdan qandaydir hunaringiz orqali, bilimingiz orqali pul topishni o'rganib olasiz. Ya'ni siz uyda o'tirgan holatda yoki oddiygina qo'lingizdagi bitta hunarni Instagramda qanday qilib joylab, professional darajada upakovka qilib, u orqali birinchi mijozlaringizni topishni o'rganib olasiz. Xo'sh, birinchi nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib biz shapka profilimizni upakovka qilishdan boshlaymiz. Instagram ilovasini yuklab olasiz hamda unda bitta akkaunt ochib, shapka profilingizni noldan upakovka qilasiz. Hozir men sizga shapka profilini upakovka qilish ketma-ketligini tushuntiraman. Siz esa ushbu ketma-ketlikda uni bajarasiz. Ha, aytgandek, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Meni shapka profilini qanday qilib upakovka qilish to'g'risidagi texnik darsim mavjud. O'tib ko'rishingiz mumkin bemalol. Ana endi esa boshladik. Birinchi qadam. Biz Instagramda shapka profilimizni professional darajada upakovka qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib siz Instagramda blog ochganingizdan keyin qidiruv tizimiga, mana shu rasmda ko'rinib turgan joy qidiruv tizimi hisoblanadi. Qidiruv tizimiga siz o'zingizni sohangizga tegishli bo'lgan kalit so'zlarni yozib olishingiz mumkin. Aytaylik, siz tikuvchilik bilan shug'ullansangiz, tikuvchi, modeler, dizayner, chevar degan so'zlarni, atelemod degan so'zlarni mana shu qidiruv tizimiga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz to'qish bilan shug'ullansangiz, to'quvchi qiz yoki to'qishni o'rgataman, to'qishni o'rganish, lyulka to'qish, shapka, sharf to'qish degan so'zlarni qidiruv tizimiga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Agar siz stomatolog bo'lsangiz yoki qaysidir yo'nalishda vrach bo'lsangiz, aynan o'zingizni sohangizga tegishli bo'lgan so'zlarni, masalan, stomatolog yoki tish shifokori, tishingizni davolayman kabi so'zlarni ketma-ketlikda mana shu qidiruv tizimiga yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi savol sizga, qidiruv tizimiga nima uchun biz kalit so'zlarni kiritib qo'yishimiz kerak? Agar siz qidiruv tizimiga kalit so'zlarni to'g'ri ketma-ketlikda kirgizgan bo'lsangiz, sizda hech qanday reklamalarsiz ham bemalol qidiruv tizimidan mijozlar oqimi kelib turishi mumkin bo'ladi. Kiyim do'konini, shapka profilini upakovka qilganimda mijozimizni men aynan mana shu qidiruv tizimiga kilot, hudi, ko'ylak, abaya, sharf, ro'mol kabi, sumka, tufli kabi aynan qidiruv tizimiga yozilish kerak bo'lgan har xil turdagi mahsulotlarni yozib qo'yganman. Agar kimdir Instagram tarmog'idan kirib abaya qidirsa, hudi qidirsa, ko'ylak qidirsa, aynan profilingizni chiqarib berishi juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun yo'q, bu yoqda bunday narsani yozishim mumkin emas degan xayoldan uzoqroq bo'ling. Qidiruv tizimini doimiy ravishda sizga potensial mijozlar oqimi kelib turishi uchun tayyor holatda ushlab turing. Yana bitta eslatma, ushbu qidiruv tizimini yaxshilab o'ylab, 7 o'lchab 1 kesib yozing, sababi 14 kun ichida o'zgartirishga ruxsat beradi Instagram. Ya'ni siz hozir o'zgartirib qo'ydingiz, yaqin 14 kun ichida boshqa buni o'zgartira olmaysiz. Shuning uchun albatta o'ylab yozganingiz ma'qul. Endi biografiya qismiga o'tamiz. Shapka profilning biografiya qismiga birinchi qatorida siz o'zingiz kim ekanligingizni yozib qo'yishingiz kerak. Ikkinchi qatoriga esa siz obunachilaringizga nima bera olishingizni, uchinchi qatoriga esa masalan siz natijalaringizni yozib qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi. Keling bir boshdan ko'rib chiqamiz. Shapka profilining birinchi qatoriga agar siz to'quvchi bo'lsangiz, 3 yillik tajribali professional to'quvchiman deb yozib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi qatoriga esa siz obunachilarga nima bera olishingizni yozasiz. Agar siz to'qish bo'yicha bepul darslar o'rgatsangiz, aynan shu joyga siz to'qishni men bilan bepulga o'rganasiz deb yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi qatoriga esa siz masalan yuzlab mamnun mijozlarim bor degan so'zni kiritib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham oson va oddiy formula mana shu ketma-ketlikda o'zingizni sohangizdan kelib chiqqan holatda to'ldirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Shapka profilini upakovka qilayotganingizda eng muhim ahamiyat beradigan joyingiz bu eng oxirgi siz bilan bog'lanish mumkin bo'lgan joyiga ahamiyat qarating.
Mana shu joyga siz bilan qanday qilib oson bog'lanish yo'lini qoldiring. Direktdan yozsinmi yoki siz Telegram silkangizni qo'yib qo'yasizmi lichkangizda yokida mana shu joyga telefon raqamingizni kirgizib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Sizni mijozlar qidirib, direktdan SMS yozib, qachon javob berishingizni kutib o'tirmasdan, siz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish uchun telefon raqam bo'lsa, ularga birmuncha qulayroq bo'ladi. Chunki ijtimoiy tarmoqda sizga yozgan mijoz albatta siz bilan bir qatorda boshqa insonlarga ham, ya'ni xuddi siz bilan bir xil faoliyatda shug'ullanadigan insonlarga ham yozishadi. Kim birinchi javob bersa, mijoz uniki bo'ladi. Shuning uchun siz bilan osonroq bog'lanishligi uchun telefon raqamingizni qoldirib qo'yganingiz ma'qul. Endi navbat aktual istoriyalarga keldi. Aktual istoriyalarda biz eng aktual savollarimizga javob qoldirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, manzilimiz, natijalarimiz, biz bilan qanday qilib bog'lanish va kim ekanligingizni mana shu joyda qoldirsangiz bo'ladi. Istoriyalarni ham juda ham ko'paytirib yubormang, chunki endi kirgan mijoz siz bilan oson tanishishi, sizni xizmatlaringiz bilan oson tanishishi va siz bilan tezroq bog'lana olishini sharoitini qilib berganingiz afzal bo'ladi. Ikkinchi qadam esa siz maqsadli mijozingizni analiz qilib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, maqsadli mijozimizni qanday qilib analiz qilamiz? Siz tikuvchimisiz, to'quvchimisiz, shifokormisiz yoki shunchaki konditormisiz? Mijozlaringiz kimlar ekanligini aniqlab olishingiz kerak. Aytaylik, siz to'quvchilik bilan shug'ullansangiz, demak sizni mijozingiz kimlar bo'ladi? Olib sotarlarmi, faqat onalarmi yoki yosh qizlarga aynan kurs sotmoqchimisiz? O'zingizni qaysi yo'nalishda faoliyat yuritasiz va necha yoshdan necha yoshgacha insonlar va ular qanday turga mansubligini albatta aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Men sizga juda ham oddiy sxema aytaman. Mana shu oddiy sxema orqali qilsangiz ham sizga ancha-muncha yordam beradi. Birinchi o'rinda faoliyatingizni, yo'nalishingizni aniqlab olganingizdan keyin xizmatingizni yoki mahsulotingizni kimlarga sota olasiz? Shu haqida o'ylab ko'ring. Aytaylik, siz to'quvchisiz, xizmatingizni onalarga sotmoqchisiz. Chunki detskiy, ya'ni bolalar uchun buyumlar to'qiysiz. Biz hozir o'shani ko'rib chiqamiz. Birinchi qatorga mana yozib qo'yganmiz bu yerda kimlarga mahsulotingizni yoki xizmatingizni sotishingizni aniqlab oling. Ikkinchisi esa ular necha yoshdan necha yoshgacha ekanliklarini aniqlab oling. Uchinchisi esa ular aynan nimalarni qidirishadi va nimalarga qiziqishadi. Shu haqida ham obdon yaxshilab yozib chiqqaningiz ma'qul. Keling, to'quvchi misolida buni yana davom ettiramiz. Birinchi o'rinda to'quvchi o'z xizmatini sotmoqchi bo'lsa, albatta u onalarni tanlaydi. Onalar deganda men 22 yoshdan boshlab 35 yoshgacha bo'lgan Toshkent shahridagi onalarni belgilab yozib qo'ygan bo'lardim. Ikkinchisi esa bizda aynan o'sha onalar farzandlariga nimalarni qidirishadi? Shapkami yoki naskimi yoki yana pled deb qidirsak bo'ladi, adyalmi, nimalarni qidirishadi? Aynan shuni yozib olishimiz kerak bo'ladi va mana shu so'zlar bilan shapka profilingizni ham upakovka qilishingiz mumkin qidiruv tizimini. Demak, aniqlashtirib oldik. Bizga Toshkent shahrida yashaydigan farzandli onalar hamda ular 22 yoshdan 35 yoshgacha bo'lishi kerak ekan. Mana shu ko'rinishda maqsadli mijozlaringizni analiz qilib olishingiz mumkin. Ana endi analizning asosiy qismiga o'tamiz. Ushbu insonlar aynan nimalarda ikkilanishadi, nimalarga qiziqishadi, qanday muammolari bor va u muammolarga biz qanday qilib yechimlar bera olishimizni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana shu sizni obunachilaringizni, mijozlaringizni o'rganganimizdan so'ng ularni qo'rquvlari, ikkilanishlari, muammolariga yechim bo'luvchi kontentlarni qo'yib Instagramingizni rivojlantirib borsangiz bo'ladi. Uchinchi qadamimiz esa qanday yo'nalishda blog yurg'izishingizdan qat'iy nazar, albatta mana shu 3 ta reelsni siz syomka qilishingiz va mana shu uchalasini profilingizda zakrepit holatida tutib turishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi bu men haqimda deb nomlangan reels bo'ladi. Ya'ni bu reels to'liq siz haqingizda,
sizni o'zingiz kimligingiz, qanday xizmatlar ko'rsatishingiz, bu sohadagi qiziqishlaringiz to'g'risida reels syomka qilasiz va mana shu reelsni joylab profilingizda zakrepить holatda pin qilib keltirib qo'yasiz. Ikkinchisi esa siz ko'rsatayotgan xizmatlar haqida bo'ladi. Aytaylik, siz to'quvchi bo'lsangiz, siz o'zingizni ish jarayoningizni video lavhaga olib, uni azvuchka holatda ustidan yozib, gapirib, ijodlaringizni va qilayotgan ishlaringiz namunalarini tushuntirib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, yoshim 25 ta, men to'quvchilik bilan shug'ullanaman. Farzandlaringiz uchun istagan holatdagi kiyim-kechaklarni, shapkalarni, naskilarni, pletlarni, hattoki korzinkalarni, o'yinchoq soladigan idishlargacha to'qib bera olaman va bu ish menga juda ham zavq bag'ishlaydi. Istalgan turdagi, istalgan hajmdagi buyurtmalaringizni qabul qilaman degan ko'rinishda reels syomka qilib, uni upakovka qilib profilingizga qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bir mijoz sizni qidirib kirsa, qanday xizmatlar ko'rsatishingiz ana o'sha reelsda batafsil yoritilgan bo'ladi. Albatta, uni tagida tekst keltirib, yozilgan tekstda ham xizmatlar ko'rsatishingizni batafsil keltirib o'ting. Va uchinchi reels bizda natijalaringiz haqidagi reels bo'ladi. Bu reels nima uchun kerak deganda, siz aslida necha yillik mutaxassissiz va mana shu faoliyatlaringiz davomida kimlarga qanday xizmatlar ko'rsatgansiz va natijalaringizni ko'rsatib ketishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, aytaylik, biror bir ertak qahramonini to'qib berishingizni sizdan iltimos qilishdi. Mijozlaringiz o'sha ertak qahramonini qanday qilib to'qiganingizni, qanday qilib necha kunda shu holatda olib kelganingizni va mijozingiz roziligi haqidagi reelslarni albatta natijalar ko'rinishida profilingizda pin holatda saqlashingiz kerak bo'ladi. Demak, siz bilan bu darsda 3 ta qadamni amalga oshirdik. Shapka profilingizni upakovka qildik. Undan tashqari profilingizni obunachilarini analiz qildik, ya'ni sizni maqsadli obunachilaringizni analiz qildik va endi siz bilan 3 ta kerakli bo'lgan reelslarni joylashtirishni ko'rib chiqdik. Endi faqat shu bilan sotuv qila olamanmi degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Mana shu eng asosiy qism edi. Bu asosiy qismdan tashqari siz ish jarayonlaringizni, o'zingizni qiziqishlaringizni bemalol blogingizda qo'yib, to'ldirib borishingiz mumkin bo'ladi va albatta reklamadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Instagramda targetni reklama yoqsangiz, siz kichkinagina budjetga ham o'zingizni, xizmatlaringizni batafsil yoritishingiz va bu orqali mijozlar topishingiz mumkin bo'ladi. Uydan chiqmagan holatda, uyda o'tirgan sharoitingizda hech qanday professional bo'lgan qimmatbaho telefonlarsiz, instrumentlarsiz ham buni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Faqat Instagramdan regularno, doimiy ravishda foydalanishni odat qiling. Aytaylik, bir haftada 3 ta video kontent qo'ymoqchi bo'lsangiz, uni oldindan rejalashtirib, oldindan syomka qilib qo'yganingiz ma'qul. Agar siz bir kun chiqib, keyin 10 kun yo'q bo'lib ketadigan bo'lsangiz, blogingiz tizimli ravishda o'smaydi. Reklama bersangiz ham, mijozlarni jalb qilsangiz ham, siz regularno kontent joylamasangiz, bu sizga minusingizga ishlashi mumkin bo'ladi. Agar siz ushbu sxemani mukammalroq va batafsilroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, Instagramni noldan o'rganish kursim mavjud. Siz ushbu kursda onlayn bemalol ta'lim olishingiz va bilimlaringizni mustahkamlab olishingiz mumkin bo'ladi. Men 4 yil ichida 50 dan ortiqroq shogirdlar chiqazganman va bugungi kunga kelib shogirdlarim o'z bizneslarini o'zlari Instagramda bemalol yurg'izib, sotuvlar qilib kelishmoqda. Instagramni noldan o'rganish va u orqali yaxshigina daromad qilish, qo'lingizdagi hunardan foydalanilgan holda yaxshigina pul topishni istasangiz, pastda havola qoldirdim. Instagram bo'yicha to'liq batafsil kursni sizga tavsiya qilaman. Havola orqali menga yozing. Albatta kurs haqidagi barcha ma'lumotlarni sizga yuboraman. Ko'rishguncha keyingi videolargacha sog' va salomat bo'ling.